shoshmasdan sotirsa 150 ming, 160 mingga ketadigan xonadonimizni surash narxlari 135 mingga savdoga chiqyapti akalar. Ko'rishingiz mumkin. Kirishimiz bilan bizdan shunaqa katta darvozxonamiz kutiladi. Bemalol ikkita mashina qo'yish imkoniyati bor. Xonadonimizni burchatga va alikubon qilib beriladi. Patключ holatda topshiriladi. Uyga ko'rsangiz bo'ladi. 5 ta xonadon iborat bo'ladi. O'zini bu yoqda ziloniy zonalari bor. Letniy kuxnya qilish imkoniyati bor. Chap tomonlarimizda o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, tashqari tomonda zal qismimiz bo'ladi. Erkaklar uchun bu yoqda oshnaxonlar kelgan paytda bemalol adin ayollardan tashqari o'tirish imkoniyati bor. Tashqarida endi suyuq ovqatlarni tashlab qo'yib, bemalol gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Uyimizdan kirib ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kiraverishimiz bilan eshiklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Qalin profilli termo eshiklardan qilingan. Kirishimiz bilan bizani shunaqa katta xol qismimizni kutib oladi. Chap tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yoqda detskiy xona qilib qo'yish imkoniyati bor. Yaxshi o'lchamda chiroyli ob'yli yopishtirilgan. Televizor qo'yish uchun joylar tashlab ketilgan. Tashqari tomonlama romli qo'yib ketilgan yaxshi. Chap tomonimizda bizani sanuzel qismimiz bo'ladi. Birinchi qavat uchun sanuzel. Va o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'ng tomonimizda kuxnya, ayollar sevimli bo'lgan oshxonasi kafllari qilib qo'yilgan. Buni ham o'lchami yaxshi. Xonadonimizda tupli pol va radiator asosida isitiladi. Podvalga tushib ko'rib chiqamiz. Zina bo'ylab tushib kelarkanmiz, bizani shunaqa katta podval qismimizni kutib oladi. Tushishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda katta bilyard qo'yib qo'yish imkoniyati bor va to'g'rimizda katelni xonamiz bo'ladi. Uyimizning yuragi shu yerda joylashgan bo'ladi. Patologimizning balandligi почти 3 metrga yaqin. Podvalimiz issiqni, polni tupli pol qilingan. Tupli pol kollektorlar shu yerda joylashgan bo'ladi. Yonini yopib turib, kladovka sifatida foydalansangiz bo'ladi va yonini детский plashatka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xonamizni katta bo'lganligi sababli bu yerda домашний kinoteatr qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol dam olgan kunlaringiz oila bag'rida divanlarni qo'yib turib kino ko'rib o'tirish imkoniyati bor. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Zina bo'ylab chiqib kelishimiz bilan bizani katta xol qismi kutib oladi. Bu yerda perillalari qilib beriladi. O'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavat uchun sanuzel qismimiz bo'ladi. Va o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, bu ham juda ham yaxshi katta o'lchamda bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi o'zining tashqari qaragan romlari va ichkaridagi sanuzeli bilan birgalikda. Agar yosh kattaroq o'g'lingiz bo'lsa uylantiradigan bo'lsangiz, bu yoq tomonda mana yana bitta spalnya qismimiz bo'ladi. Yaxshigina o'lchamda ko'rishingiz mumkin. Tashqari qaragan romlari bor. Televizor qo'yish uchun sharoitda qo'yib ketilgan va yonidagi bitta xonamizni katta o'lchamda buni keliningiz uchun zal qilib berish imkoniyati bor. Buni ham o'lchami juda ham yaxshi, televizor qo'yish uchun joylari bor. Bemalol mehmon kutib olish sharoitlariga ega bo'ladi. Xonadonimiz 5 xonadan iborat bo'ladi. 2,5 sotuv yer maydonida qurilgan 300 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta sanuzel, 2 ta xolldan iborat bo'ladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Xonobod mahallasi bo'ladi. Ya'ni Beruniy ko'chani oxirida joylashgan bo'ladi xonadonimiz. Bu atroflarda kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Ko'chamizning boshida maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Xonadonimiz 135 ming narxlandi. Nomer qoldiraman, qiziqar bo'lsa telefon qo'yinglar.